Do'stlar, e'lon bu videoni avvalgi qismini tomosha qilishingiz kerak, aks holda nima bo'layotganini tushunmay qolishingiz mumkin. Ogohlantirib o'tdim, endi esa ketdik. Ana endi tamomman do'stlar, kimdir keldi, tishi nursin. Kim bu? Bu men qo'shni, eshikni och. Nima? Kameraga tushgan odam oq edi, bu esa qora. Ha, men qoraman. Mayli, nima ishing bor menda? Xullas, Men ham ko'rdim seni uyingga kirib chiqqanini. nima qayerdan? Men seni uying yonida turaman. Men hattoki anavi birinchi odam o'ldirganini ham ko'rganman. Yo'q, Ha, o'yinchining orqasidan kelib boshiga pichoqni siqib qo'ydi. nimaga politsiyaga aytmading? Nima? Menga ishonishadi deb o'ylaysanmi? Men qishloqning o'rtasidagi negr bo'lsam, politsiya esa yomon ko'radi. Eshikni yopib ichi bo'lmasa. Ha. Xullas, shunaqa gaplar. Demak, nima qilamiz unda? Menda bir g'oya bor, faqat ertalabgacha kutish kerak. Men unga tuzoq qo'ydim. Tuzoq? Ha, u meni tutishga urinadi, lekin uni politsiya tutib oladi. Tak, stop. Sen menga yordam berasan xullas. Okey, Keyin esa politsiyaga topshiramiz. Ha, mayli. Menda kamera bor. Yaxshi. Zapislari kerak bo'ladi. Xo'y, sen qayoqqa? Men o'zim aytaman. Sen shu yerda kut. Xo'p, bo'ldi, eshikni qulflaymiz. Bilasizlar do'stlar, ich-ichimdan hech narsani tushunmadim. Nimalar xohlayapti bu negr? Mendan nima istaydi? Rejasini ham aytmadi. Qanaqadir politsiyaga tuzoqqa tushirish ham mayli, ertaga ko'ramiz. Muncha qoqqanim yo'q. Hammaga xayrli tong va do'stlar, men kechasi bilan uxlay olmay chiqdim chunki yonginamda mana bular yuribdi. Men nima ham qilardim? Soat necha bo'ldi? Tushun ursin. Mer xabar yozibdi. Tak. Nima? Do'stlar, bu g'alati, lekin bug'doylarni terib kel, lekin qaytib ekma debdi. O'rniga boshqa narsa ekarmikanmiz? Qiziq do'stlar. Mer nimaga bunday qilgan bo'lishi mumkin ekan? Qiziq. Demak, unda qandaydir g'oya bor yoki boshqa narsa ekanmiz rostdan. Ha, mayli, hozir ko'ramiz. Ungacha esa do'stlar, kanalga obuna bo'linglar, chunki bu juda ham muhim. Buni hamma biladi. Kanalga obuna bo'lmasangiz bo'lmaydi. 1000 ta obunachiga juda ham oz qoldi va yaqin orada umid qilamanki bu sanaga yetamiz. Janob mer, kirishga mumkinmi? Ha, assalomu alaykum. Va alaykum. Kartoshkaga kirganmizda. Ha, topding. Mayli, monitormi? Ha, kamera o'rnatingmi? Ha, chunki anavi qotil yuribdi-ku. Ha, to'g'ri qilibsan. Xavfsizlik uchun kerak butun qishloqqa. To'g'ri, lekin hammaning ham puli yo'q. Bu gaping ham to'g'ri. Mayli, o'zingni ehtiyot qil-da. Xo'p. Bo'pti. Keyin qolgan kartoshkalarni olib kel menga. Aha, o'zimga qolsa bo'lardi. Ha, mayli, qola qolsin. Katta rahmat janob mer. Men esa ketdim. Aha, eshigini yaxshilab qol. Xo'p. Do'stlar, jitel, salom. Politsiya kelmas ekan qishlog'imizga boshqa. Kelishadi albatta, lekin bilmadim qachon. Ha, mana bu yerda bo'lganda qotillik hamma narsani tozalab ketishibdi. Ha, lekin men ko'chib ketmoqchiman. To'g'ri aytasan, men ham ko'chib ketgan bo'lardim, lekin boshqa ilojim yo'q. Qishloqning tinchligi juda ham buzilib ketdi. To'g'risini aytsam, men ham xush fikrdaman. Bo'pti, men ketdim. Aha. Do'stlar, qishlog'imizga ko'z tegdi. Mana o'zi. Tushunmadim, qo'shni nima bo'lyapti? Sen nega kamera qo'yding bu yoqqa? Ha, to'g'ri, siz kamera qo'yibsiz. Ha, lekin bu xavfsizlik uchun uyingni kamera ostida deyishadi. Mana to'g'ri aytayapti qo'shningiz. Yo'q, men xohlamayman. Olib tashla kamerangni. Yo'qot. Xo'p. Aytganini qilganingiz ma'qul. Bu rostdan ham noqonuniy ish. Ha, mayli. Men uni o'zi uchun aytgandim. Unga ham menga ham pomosh bo'lardi. Ha, lekin olib tashlangda. Xo'p. Junursin, nimaga do'stlar, ertalabdan hamma jahldor, hamma asabiy. O'zini foydasiga axir. Agar o'g'ri yoki qotil bo'lsa, shunchaki kamera nazorati ostida ekan bu, ichkarisida ham bo'lsa kerak deb ketib qoladi. Hozir esa buni olib tashlashim kerak. Ha, mayli. Endi buni o'rniga qo'yish qiyin bo'ladi. Pastga tushmadi-ku blok. Junursin. Qani, bu yetmadi. Qiziq, qo'shnim qachon chiqarkina? Tezroq rejasini amalga oshirsak bo'lardi, chunki borgan sari vahima ko'tarilib boryapti qishloqda. Boya o'zingiz eshitdingiz, u ketib qolmoqchi qishloqliklardan biri. Ha, mayli, tak bo'ldi. Lekin biz ketmaymiz do'stlar, chunki bu bizni qishlog'imiz, undan tashqari bizda avtomat bor. Ha, bu haqida hamma ham bilmaydi, lekin avvalgi videoda ko'rgan bo'lishingiz kerak. Mana bunday. Do'stlar, buni qaranglar, qanchalik ideal tushdi. Bu bizga yoqadi, menga ayniqsa. Qani endi buni olib tashlaymiz va bo'ldi do'stlar, bu yerdan ketsak bo'ladi. Yana uyqum kelyapti chunki uxlaganim yo'q hali. Kartoshka ekish kerak. Mayli, mana bu kamerani endi qayoqqa qo'yamiz? Ha, kelinglar, mana bu yerga qo'yaman uyimni ayvonchasini yoniga. Tak, qani ko'raylik-chi. Ha, yo'q, bu fake kamera, bu ishdan chiqib bo'lgan. Buni esa ha, do'stlar, ishlayapti. Mana qo'shnim ham ko'rinyapti. Ana bu jahldor qo'shnim ham, negrni uyi ham, hattoki meniki ham. Mana bu boshqa gap do'stlar. Hammasi ko'rinadi, hammasi yaxshi. Albatta, ana bu qotil chiqib kelgan joy ko'rmayapti, lekin mayli. Xo'sh, qani endi ikkinchi kamerani o'rnini bo'shatib o'laymiz. Bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ldi. Endi esa uyga kirishimiz mumkin. Sekin do'stlar, gaplarimizni baland aytmasligimiz kerak, chunki keraksiz odamlar eshitib qolishi mumkin. Bu esa bizga kerak emas, bilib turganingizdek. Bo'ldi. Endi hozir kartoshkalarni ekamiz yoki o'zimga boshqa ish topsammikin, chunki bilmadim. Kartoshka ekish albatta
albatta yaxshi, lekin zerikarli har safar bitta ishni qilaverish, bilishimcha bu yerda o'rmonchi yigit ham yashaydi, qayerdadir Mark ismi, lekin ishonchim komil emas. Ish qiziqmi yo'qmi o'rmonchilikda? Hoy, qo'shni, qayerga qo'yib bo'ldi? Gitarasi bor ekan, qo'yil. Narsalar qani? Tushunmadim. Qayoqqa qo'yib bo'ldi ekan? Mana shu yerda yashayman degan edi axir. Qiziq yoki uni tutib olganmikan? Tuzoq qo'ymoqchi edi axir. Tushunursin. Tushamizmi do'stlar, nima deysizlar anavi pastlikka? Ha, uyning orqasiga tushishga to'g'ri keladi shekilli. Men bu ishni albatta qilishni istamayapman, lekin boshqa ilojimiz yo'qqa o'xshayapti. Oh, yo'q, hamayli nima bo'lsa bo'ldi, chunki o'ldirib qo'yishi mumkin ham yoki allaqachon o'ldirib bo'lgan, lekin narsalar nimaga yo'qolibdi? Hayronman. Mayli, kirkani oldik, avtomatni oldik, endi pastga tushishimiz mumkin. Hamma kerakli narsalar bor, ehtiyot bo'lish kerak. Hech kim qaramayaptimi? Tak, anavi qishloqlik boshqa joyga qarayapti. Ajoy, bizni e'tibordan chetda qoldirishgan. Bu yaxshi, chunki pastga tushishimiz mumkin bo'ladi hozir. Bu yerda blok boshqacha ekan. Nahotki fake blok bo'lsa? Qanaqa do'stlar hozir? Rostdan. Chunki mana buni ichiga kirsa bo'ladigan fake, ya'ni haqiqiy bo'lmagan bloklar mana shunaqangi oqroq bo'ladi. Qaranglar. Bu yana kim bo'ldi? Nimadir haqida gaplashyapti. Tushunursin. Tak, mana do'stlar, ana o'sha odam, bu esa negr. Ha, negr. Yo'q, do'stlar, qutqarishimiz kerak uni, nima qilib bo'lsa ham. Yo'q, qani chiqaylik. Yaxshi, lekin qanaqasiga qutqarishim mumkin? Eshikni ocha olmayman. Eshitdinglarmi? Qanaqasiga eshitishim mumkin? U yerda hattoki ovoz ham yo'q edi. Ovozni ham chiqarmayapti eshik. Men esa o't olmasligim aniq, balki ochishim mumkin emasdir u eshikni. Xo'sh, o'ylash kerak. Menimcha bugun ham u uyimga kelishga harakat qiladi, ya'ni boyagi odam, chunki o'tgan tunda uyimga kirmoqchi bo'ldimi, bu safar ham kirishga harakat qiladi. Biz esa biror yerda yashirinib olamiz, tashlandi quyida. Xo'sh, qani ketdik bu yerdan do'stlar. Nima bilaman qayoqqa borishni. Xo'sh, kamerani esa boshqa joyga qo'yishimiz kerak, chunki bu yerdan albatta yaxshi ko'rinadi, ammo bizga aynan chiqib keladigan joy kerak. Mana bu yerga qo'ysak bo'larmikan? Yo'q. Barglar to'sib qo'yadi va mana ulandi. Ajoyib. Endi esa nimani olamiz? Bu yerdan monitorni oldik. Dinamit va zajgalga ham ortiqchalik qilmaydi. Ulaymiz. Do'stlar, hammasi olandi. Endi bu yerdan astagina ketishimiz mumkin. Mana bu yerda do'stlar panoh topamiz. Mana shu yerda yashirinamiz qani. Yaxshi, chunki bu bo'm-bo'sh, bemalol yashirinishimiz mumkin. Hech kim bizni qidirmaydi va tomda juda ham qulay joy bor. Mana shu yerda o'zimiz ana bu manyakdan yashirinib o'tirishimiz mumkin bo'ladi. Yaxshi, bitta yashikni mana bu yerga qo'yamiz, chunki ustiga kompyuterni aniqrog'i notebookni qo'ymoq. Nimaga ulanmayapti? Tushunmadim. Nimaga ulanmay qoldi? Buni qaranglar. Yo'q, boshqatdan hammasini olib kelishim to'g'ri keladi. Eshiklarni ham yopib qo'yishim kerak. Ha, do'stlar, hozir boraman-da, boshqatdan olib eshiklarni yopaman. Ungacha esa kamerani o'chirib turaman. Kech bo'lganda ko'rishamiz. Do'stlar, xullas kech bo'ldi va hozir menga xabar keldi. U yerda kimdir yuribdi. Videoni ko'rsatib o'tirmayman, chunki tezroq borishimiz kerak. Chunki boyagi odam u yerdan chiqib ketdi. Tak, mana shundan boramiz va o'zimizni qutqarishimiz kerak. Bu yerdan odamlar ko'rib qolishi mumkin. Bu yerdan ham yo'q, chiqishni iloji yo'q. Mayli, shu yerdan ketsam ekan. Jin Ruson. Men bu yerni yopib qo'ygandim do'stlar. Boya kameralarni qayta ulashga borganda eshiklarni yopgandim, tushunmayapman. Mayli, mana bu yerdan chiqib qolaylik. Bo'ldi. Tak, endi esa o'zimizni uy tarafga boramiz. Xo'sh, bu yerda hech kim yo'q degan umiddaman. Xo'sh. Ha, do'stlar, tak. Buni bu yerni ochishimiz kerak. Bo'ldi. Qani endi ekib qo'yamiz. Ha, do'stlar, vaqt yo'qotyapmiz, lekin nima qilardim? Axir ich-ichimdan fermer bo'lsam. Ha, do'stlar, mana ochib ketgan. Juniorson men yopib qo'ygandim. Okey, qani pastga tushaylikchi. Xo'sh. Tak, qani. Mana eshik ochiq ekan-ku. Ha, keldingmi? Ha, seni qutqarishga keldim. Ha, men seni eshikning orqasidan ko'rgandim. Bu kim? Bilmasam, Tushunursin, nima qilamiz endi? Meni qutqar. Ha, hozir menda kirka bor. Davay, qutqar, u kelib qolishi mumkin. Nimaga ketdi o'zi? Yana bitta qishloqlikni olib berishga. Yana bitta nima uchun? Bilmasam, kerak ekan. O'zi kim u? Yo'q, qamoqdan qochgan odam. Ha, mayli, keting orqamdan. Davay. Xo'sh, bo'ldi. Qani endi mana bulujnik. Hozir narsalarni olay. Ha, do'stlar, demak, narsalarni ham qo'shnimiznikini olib ketgan ekanda. Tushunarli. Yana boyaga rejalam turibdi quduqning yonida. Umid qilamanki, manyak olib ketib qolmaydi. Boryapman, yiqilib tushdim. Okey. Do'stlar, tak, qani endi ichkariga kirishimiz kerak. Mana shu tarafdagi deraza ochiq edi. Ha, bo'ldi. Tak, nimaga? Bo'ldi. Ketdik do'stlar. Endi esa sizlarga videoni ko'rsatishim mumkin, chunki negrni ismini ham so'raganim yo'q, lekin uni qutqarib oldik va bu yoqqa hozir ko'rsataman. Xo'sh, do'stlar, videolarni hammasini qaytardim. Telefonni ol va hoziroq unga qo'ng'iroq qil. Kimga? Politsiyaga. Ha. Xo'sh, qani. Endi sizlarga videolarni ko'rsatishim mumkin. Mana do'stlar, birinchi video mana shundan ko'rdim. U mana uyimizdan chiqyapti. Buni qaranglar, shunchaki
Mana o'sha chuqur joydan chiqdi. Tak, mana do'stlar uyni ichiga kiryapti va mana meni topolmadi. Hozir esa chiqadi, mana chiqdi. Yaxshi va endi yana qayoqqadir ketyapti. Ko'rdinglarmi? U juda ham qabih, yomon odam.